tushda to'tiqush ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi to'ti farzand yoki xizmatkor boladir. Kimki tushida qo'lidagi to'ti uchib ketganini ko'rsa, farzandi yoki xizmatkori safarga ketishiga dalildir. Kimki tushida to'ti bilan gaplashganini ko'rsa, odamlarni ajablantiradigan biror so'z aytishi yoki birorta ishni qilishiga dalildir. Moda to'ti bo'yi yetgan qiz, nar to'ti pokidin erkakni va pokdomon xizmatkorni bildiradi. Agar tushida to'tining og'zidan yoki orqa teshigidan chiqib ketganini ko'rsa, obro'yiga putur yetkazadigan farzand tug'ilishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi to'ti 3 narsaga dalildir: farzand yoki xizmatkor bolaga, bo'yi yetgan qizga, dono shogirdga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.